Do'stlar, prezident qarori bilan Norvegiya, Daniya, Shvetsiyaga endi O'zbekiston fuqarolari mana shu yil 5000 ta, kelasi yil 10000 ta ishchi boradi. Video davomida bu haqda batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Siz albatta like bosing, obuna bo'ling. Agar foydali deb topsangiz, qanaqadir fikr bo'lib qolsa, albatta kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Men hamma kommentariyasini o'qiyman va javob yozaman. Qanaqadir savol bo'lsa, konsultatsiya YouTube kommentariyasida albatta bepul bo'ladi. Do'stlar, qadrli obunachim, sizga har doim foydali vakansiyalar va hujjat tekshirish bo'yicha va ingliz tilini o'rgatganman. Ya'ni hamma videolarim deyarli hammasi juda ham foydali bo'lgan va sizga juda ham foydali kartani maslahat bermoqchiman. Bu karta Monef kartasi. Bu orqali siz osongina kundalik hayotdagi pul o'tkazmalarini albatta osonlik bilan amalga oshirasiz. Hoziroq Monef kartasiga buyurtma bering va ertadan boshlab foydalanishni boshlang. Juda ham foydali karta. Xo'p do'stlar, birinchi yangilik Nordik davlatlariga prezident qarori bilan 2026-yil 1-aprelgacha 5000 ta O'zbekiston fuqarolari ishga jo'natiladi va kelasi yil 2027-yilda 10000 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarolari Nordik davlatlariga, Daniya, Shvetsiya, Norvegiyaga ishga jo'natiladi. Bu qaror prezident tomonidan tasdiqlangan. Tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan tez orada vakansiyalar e'lon qilinadi. Eng muhim joyi, oyliklar 2500 yevrodan 3000 yevrogacha bo'ladi. Kasbingizga qarab, qiladigan ishingizga qarab va til bilish qobiliyatingizga qarab bu oyliklar yuqoriroq yoki pastroq bo'lishi mumkin. Xo'p, meni o'zimning shaxsiy fikrim, bu vakansiyalarga qaysi sifati bor kishilar keta oladi? Menimcha ingliz tilini biladiganlar birinchilardan bo'lib ketishi mumkin. Chunki ikkinchi tili Yevropaning ko'p davlatlarida ingliz tili hisoblanadi. Shu sababdan ham hozirdan boshlab ingliz tilini o'rganing. Bilasiz, menda onlayn ingliz tili kursi bor. Bemalol individualniy darsga yozishingiz mumkin bo'ladi. Shu paytgacha ham Angliyada, Germaniyada, Janubiy Koreyada, Rossiyada ishlayotgan va ishlab o'qiyotgan o'quvchilarim bor va bo'lgan. Ular tez fursatda meni onlayn kurslarimni o'rganib, yaxshi natijalarga erishgan. Siz ham o'zingizning bo'sh vaqtingizdan kelib chiqqan holatda ingliz tilini ish beruvchi talab qiladigan darajada o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kurslar moslashuvchan. Agarda siz ham onlayn ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda Telegram lichkam chiqadi va pastda kommentariyada ham shaxsiy lichkamni qoldiraman. Ingliz tili o'rganmoqchi bo'lsanglar, yozinglar. Mavsum ish xudo xohlasa yoz oylarida ochilishi mumkin yoki kelayotgan 1-2 oy ichida ochilib qolishi mumkin. Agar ochilsa, mana shu YouTube kanalda o'zim e'lon qilaman. O'tgan yil ham Hops firmasi Angliyaga mavsum ishga vakansiya ochganda batafsil qilib ma'lumot berib, har kuni video chiqarib, qanday ro'yxatdan to'g'ri o'tishni bepulga, tekinga o'rgatganman. Bu videolar turibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Yana ochilsa, yana o'rgataman. Faqat bu vakansiyalarni qolib ketishingiz mumkin. Ya'ni mavsum ishga vakansiya anketa to'ldirish ochilganda qisqa fursatda ochiladi. 1 kun, 2 kun yoki 3 kun bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham kelajakdagi vakansiyalar o'tkazib yubormaslik uchun faqatgina bittagina like bosing. Boshqa videolarim ham sizga rekomendatsiyangizga chiqib keladi va boxabar bo'lasizlar. Albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizlar bilan Tinch Rasul. Bye, see you, take care, have a nice time.